Tasavvur qiling, oyog'ingiz ostida 700 darajada issiqlikdagi qaynoq ko'mirlar. Birgina xato qadam va siz og'ir jarohat olishingiz mumkin. Lekin dunyoning turli chekkalarida insonlar bu olov ustida nafaqat yugurib o'tadilar, balki unda raqsga ham tushadilar. Bu qandaydir sehrmi yoki shunchaki ilm-fan? Xitoy, Vyetnam va hatto Bolqon yarim orolida olov ustida yugurish qadimiy urfdir. Xitoyda yangi uylangan yigit ayolini qo'liga ko'tarib, qaynoq ko'mirlar ustidan yugurib o'tishi kerak. Nega deysizmi? Chunki ular bu orqali ayolining kelajakdagi tug'ruq og'riqlarini yengillashishiga va oila barcha qiyinchiliklarni kuyib kul bo'lmasdan yengib o'tishiga ishonishadi. Bu sadoqatning eng qaynoq isbotidir. Lekin eng qizig'i, nega ularning oyog'i kuymaydi? Olimlar bu haqida inson oyog'i nam bo'lsa qaynoq sirtga tekkan soniyalarda suv bug'lanib, teri va olov o'rtasida himoya qatlamini hosil qiladi, deyishadi. Lekin bu faqat bir necha soniya davom etadi. Agar siz olov ustida to'xtab qolsangiz, mo'jiza tugaydi va haqiqiy dahshat bo'ladi. Ko'pchilik ishtirokchilar esa buni trans holati bilan izohlashadi. Ular o'zlarini shunchalik kuchli ishontiradiki, miya og'riq signallarini bloklab qo'yadi. Bu urf-odat shunchaki jasorat emas, balki inson ruhiyati va irodasining jismoniy dunyo ustidan g'alabasidir. Xo'sh, sizchi, sevgan insoningiz uchun yoki shunchaki o'z irodangizni sinash uchun qaynoq ko'mir ustidan yurgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada qoldiring.